Spark haqida kerakli ma'lumotlar to'plam. O'z mashinangizni shatakka olish joyi hisoblanadi oldi qismida. Bu esa boshqa avtomobilni o'zingizni mashinangizga shatakka olish joyi hisoblanadi. Sparkdagi bu joyni nimaga bunaqa ekanligini hamma bir qator o'ylagan bo'lsa kerak. Shunaqa Spark minib bu joyni hali ham nimaligini bilmaydigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Bu joy tangi saqlagan joy ekan. Bu axborot xabarlar hisoblanadi. Tabloda kod 95, kod 82 ga chiqib qoladi. Kod 95 nima uchunligini, tablongizda chiqayotgan raqamlar nima uchunligini o'zingiz bilib olishingiz uchun aynan kerak bo'ladi. Bu baloningizni markirovkasi, ya'ni ma'lumotlar hisoblanadi. Bu Spark avtomat korobka tashqi paketniki kichkinasi instruksiyasi bilan. Bu birinchi tur eski yupska Sparklarniki tashqi paketniki. Bu esa ikkinchi tur tashqi paketniki. Ikkita rasm. Endi ichki paketnik birinchi tur, ya'ni eski yupska. Bunisi esa yangi yupskaniki. Bu videodan kerakli joylarni screenshot qilib oling yoki bu videoni saqlab qo'ysangiz juda kerakli bo'ladi va Spark minadigan tanishlarga yuborib qo'ying. Bu videoda yasash uchun ozgincha vaqtimizni sarfladik. Siz ham bu videoda vaqtingizni sarflab ko'rdingiz. Vaqt behuda ketmasligi uchun like bosib yoki obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yana ham manfaatli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun, bexabar qolmaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.